Oy qo'shnim, menga bekilinga. Voy, nim bo'ldi? Qoniyingizni esib, qonaqlikda vaqagandek vaqirab ketdingiz-ku. Qarang, gapni oz qilib, bizning to'q katgan oldiga borli. Juring-a. Nima gap bo'lsa, misha deshayli sirliqlashtirmay. Voy, nima shu'lati? Sizning chiroyli chiqvash mushkingiz va mening to'xamni bo'g'ib o'ltirib qo'yibdi menda. Nima dedingiz? Bizning mushuk sizning to'qini bo'g'ib qo'yg'ich qarab turgan o'xshaysiz. Voy, bo'g'ib qo'yganni kim ko'ribdi? Ko'rgan bo'lsam bag'u, toza urib o'ltirib o'tadi bunda och ko'z g'araz uqmaydigan mushukni. Meni tillawatamsiz yoki mushugimni tillawatamsiz? Bir to'xi uchun buncha vaqt qilishib ketmaylik qo'shnam. Bu qo'shindorchilikchi, mening mushugim sizning o'yinlariga, sizning to'xilari mening ko'ktatligimga kirib qoldigan ishlar bo'ladi. Ya bog'lab boqqili bo'lmasa uni. At yozdimichu sizning qo'to to'xilari bizning yangidan o'sgan laza, jangdolarni yevitibdi-ki, men koyimidim-ku. Voy, koyising zo'mmamte. O'g'ir tutsang meli bilan debdikan. Paachqan sundirib chiqib o'tgan bo'lsangizcha g'ingpin qilmaydim men. Sizning chiza to'xamni to'lash eg'ir kelib, at yozdan shamol yozdi chiqirman deb qopsiz-da. Mumkin emas-chima bu ishlar. Mening to'xamchi, malkim bekkanlarning beshiti ya to'laysiz ya tirildirib bersiz. Qo'shnam, sizning dadingizda cho'l jaziraga berib o'ltiramdiq ya. Nimancha ular yo'lsizlik qilsiz deyman. Ko'nilada qo'shni bo'lsang, yo'lak bo'l, bo'lmasa bilak bo'l debdikan. Kichikgina ish uchun buncha vaqt qilishib ketmaylik qo'shnam. Nech pul bersam bo'ladi, ha? Bozorga borsam bag'u 130 ko'ydan 150 ko'ygacha oladi. Endi iltifatning cho'ng kichigi yo'q debdikan. Qolgan o'zingiz bilib bir ish qilasiz jima qo'shnam. Mana 2 ko'y. Maylamsa. Bundan keyin qo'shnam, to'xkatkining og'zini o'ptaroq beqib yotasiz. Endi men egamas. Qo'shnam. Voy, qo'shnam. Nima ish qilib ketdingiz? Men tekning qorong'udab ketgan yerlarni putayotgandim. Nima ish bo'ldi? Menga toksigiltingizni berib turamdiki deb kelgandim. Ishni cho'ng achamning o'yisiga olib o'tay. Nima bo'ldi u ishingizga? Uyingizni bir opdan qo'g'dab, bizni mahalladagi o'g'ir yalg'onlardan hezi qilatdi-ku. Nima bo'ldi? Ishtim qo'shnimiz Rayhongulning to'xosini bo'g'ib o'ltirib qo'yibdi. Bugun atdigan qarasam, to'xo katkining oldida qaqshab, qandoq maxluqda u mening to'ximni bo'g'ib o'ltirib qo'ygan deb so'zlab turdi. Boyi uyga kirib, ishtimning og'iz burnining to'xpi bilan liq to'shqanini ko'rdim. Bilasiz, u xotinning ochig'i bak yomon. Navoda mening ishtimning qilganini bilib qolsa, mening chosh boshlarimni yo'lib olamni ma'lum qilib o'tdi. Shung vaqtida opirib o'tib kelay. Bo'pti. Opirvatsangizmi opirib o'ting ha. Qo'lim qo'shillar inoq ittifoq o'tganga nima yetadi? Oshqush motoning o'zida ba. Rahmat a. Sizning chiza to'xamni to'lash eg'ir kelib, at yozdan shamol yozdi chiqirman deb qopsiz-da. Mumkin emas-chima bu ishlar. Mening to'xamchi, malkim bekkanlarning beshiti ya to'laysiz ya tirildirib bersiz. Ruqiya, men degan narsani og'ash keldingizmi? Og'ash keldim. Mana Navqiranning 4 hafta chashiyish yurishligi, hozircha chashdagi masalani Navqiran hal qildi deb hamma odam Navqiran ishlatib keltiribdi. Elingay. Rahmat. Men balamni sizning balangizni usul deb o'gitib qo'ydim-mi? Shundaqdimi, ay balam demamsiz? Voy, shuni qarg'ansa degandan kech balamning keyinida jursam bo'lganda chimning balasini urib qo'yadi deb. Shundaqdimi, xapimman qo'shnam deb bir ig'iz desangiz o'tib ketadigan ish-ku bu. Voy qo'shillarim, nim bo'lishdinglar? Balning o'tirsiq kirib, shundaq satlashadigan ish bormi? Kichik bola degan hozir urushgan bilan, hali hech tushunmagandek birga kelib o'ynaydi. Sizlar bolalarni o'tirsiq kirib bundaq satlashgan bilan, bolalarga o'xshash birga kirib o'ltira olamsizlar, ha? Men qarang, siz unda degan bilan bag'u, mal bir nimaning balasi o'ynaydigan yer topolmaganda kunni bizni o'ylab kirib o'ynaydi. Shundan qaraganda işte urg'ichiq amroq degan rost o'xshaydi. Siz voy bo'ldi qilinglar. O'ynisi nim bo'pti, ha? O'ynisi nim bo'pti. Kichik bola bor uyda barkat bo'ldi deydigan gap bor. Sizni opsidek, bolalaringizni aka ochilarida ko'rib o'ynagandi. Aşı bola cho'ng bo'lsa, mushu yurtning erkaklari deb atiladi. Beshimizga eg'ir kunlar kelsa, qiyinchiliklar kelsa, voy aka, voy hada deb oldinglarga chiqadi emasmi?
bu jahonning ishlari bir-birsini qaqsoqti qilib, masxara qilib, urushib kelishamisin deb emas, oq qorini bilsin deb yuz berdi. Shuning uchun men qo'lim qo'shillar o'zaro bir inoq ittifoq o'tayli. O'zaro bir-birimizga yuz berayli. Ha? Mingla uy kirib ketayli. Yupurmak quyoshdan aldı bahir Nurluq dil bir dilga berdi mehr Yupurmak quyoshdan aldı bahir Nurluq dil bir dilga berdi mehr